Assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlar. Demak, bugungi mavzuyimiz penetrantlik. Sizlar bilan biologiya fan o'qituvchisi Donyorbek Hayitboyev. Milliy sertifikat savollarida tushayotgan yana bir mavzudan biri penetrantlik hisoblanadi. O'zi aslida bu nima? Javob bitta narsa. Bu genning belgini yuzaga chiqarish ehtimolligi penetrantlik deyiladi. Shu narsani yaxshi tushunib olishingiz kerak. Penetrantlik ikki xil bo'ladi. U to'liq bo'lsa 100%, to'liq penetrantlik deyiladi. Va chala penetrantlik 100% dan kam bo'lsa, 40, 50, 30% bo'lsa, chala penetrantlik deyiladi. Endi buni tushunishingiz uchun misol ko'rishingiz kerak. 3 ta qadamma-qadam misol yozib qo'ydik. Uni yozuvdagi yozmasini kommentariyaga ham tashlab qo'yamiz. Ayrimlar savol tashamabdi-ku deyishyapti. Yaxshilab qarasanglar shu kommentariyaning ichida chiqadi. Ana shu savolda adashmasam tepaga birinchiga chiqib qolish uchun ko'pchilik like bosgan bo'lish kerak. Videoga like bosmasangiz ham savolga like bosib qo'ying. Kommentariyaga kirganingizda. Demak, birinchi masala boshladik. Katta A geni angiomatoz kasalligini yuzaga chiqarishni ta'minlaydi. Marker olib bering, qani markerlar. Demak, katta A geni angiomatoz kasalligini yuzaga chiqarishni ta'minlaydi. Kichkina A geni sog'lomlikni ta'minlaydi. Shunga ko'ra, angiomatoz kasalligi bilan kasallangan heterozigot organizmlar o'zaro turmush quradigan bo'lsa, monodolaga tashishtirishda 4 ta organizm olinardi. Shundan demak 3 tasi angiomatoz kasalligi bilan kasallangan chiqadi. Oddiy o'zimiz hisob kitob qiladigan bo'lsak, ana shu Mendelning dastlabki qonunlarida ham bu narsani ko'rishimiz mumkin. Qonunlarga asosan ishlaydigan bo'lsangiz ham. Endi shundan biz odatda qanday hisoblar edik? 4 ta organizm olinardi. Bu 100%, 3 tasi necha foiz? Ya'ni savolda aytayaptiki, nechta organizm angiomatoz kasalligi bilan kasallangan tug'iladi? Necha foiz organizm? Xo'p, 3 tasi necha foiz? 75% chiqar edi. Ammo bizda penetrantlik degan narsa bor. Mana shu A genini belgini, ya'ni angiomatoz kasalligini yuzaga chiqarish ehtimolligi qancha? 100% chiqarmaydi ekanda, 50%. 100% chiqarganda 75% organizm angiomatoz kasalligi bilan kasallangan bo'lar edi. 75% da endi 50% ni topib qo'yamiz. Chunki penetrantligi 50%. 50% ni topish uchun ulushga o'tkazib oldik 50% ni 0.5 bo'ladi. 0.5 ga ko'paytirib qo'yasiz. Demak, 37.5% angiomatoz kasalligi bilan kasallangan. Xullas kalom qisqa ma'lumot. Penetrantlikka bu yerda shu penetrantlik foizni ko'paytirib qo'yasiz. Aynan siz chiqargan organizmlarni o'zini foizni ko'paytirib qo'yasiz. Ikkinchi misolni ko'radigan bo'lsangiz, endi ikkita belgini yuzaga chiqarishi haqida gaplashamiz. Katta A geni arachnodaktiliya kasalligini yuzaga kelishini ta'minlaydi. Va uning penetrantligi 30%. Kichkina A geni esa sog'lomlikni ta'minlaydi. Kichkina B geni chapaqaylikni ta'minlaydi, uning penetrantligi 100%. Katta B geni bo'lsa, o'naqaylikni ta'minlaydi. Shunga ko'ra, heterozigot organizmlar o'zaro turmush quradigan bo'lsa, ikkala anomaliya bo'yicha, ya'ni ham arachnodaktiliya ham chapaqaylik bilan, mana aka so'roq qo'yib qo'ydik, tug'iladigan organizmlarni foizini aniqlang deyapti. Heterozigotalar chashtiradigan bo'lsak, 16 ta organizm olinardi, diheterozigotalarda va katta A, kichkina B bo'lganlar 3 ta chiqar edi. Demak, 16 tamiz jam organizm bu 100%, 3 tamiz qancha qiladigan bo'lsak, 18.75% chiqar edi. Odatdagi masalalarda biz shunday ishlardik. Shunga endi shuni penetrantlik foizini topib qo'yamiz. Bu 30% edi, bu 100% edi. Ulushga o'tkazsak 0.3 va 1 bo'ladi. Ya'ni 18.75 dan 0.3 ga va 1 ga ko'paytiramiz. 5.625% organizm. 5.625% organizm demak chiqadi ekan, aynan ikkala anomaliya bo'yicha kasallangan organizmlar. Bo'ldi. Demak, ikki xil belgi bo'lsa, ikkalasini ham penetrantlikni ko'paytirib qo'yasiz. Uchinchi masalani ko'radigan bo'lsak, katta A geni miopiya, ya'ni yaqindan ko'rishni ta'minlaydi. Va uning penetrantligi 30%. Kichkina A geni sog'lomlikni ta'minlaydi. Keyingi genimiz jinsiy X xromosomiga birikkan bo'lib, dominant holda ikkinchi kurak tishining yo'qligini ta'minlaydi. Va uning penetrantligi 40%.
jinsga birikkan kichkina b geni bo'lsa, ikkinchi kurak tishini borligini ta'minlaydi. Shunda qiz ikkala kasallik bilan kasallangan. Yigit esa sog'lom. Ular turmush qurishdi. Bundan 4 ta gameta tushadi mana, bundan 2 ta gameta tushadi mana. Chashtiradigan bo'lsak, savolda aytayaptiki, ikkala, ya'ni katta A mana va katta B, ikkala anomaliya bo'yicha farzandlarda tug'ilish ehtimolligi qanday? 8 ta organizmimiz bu 100%, 2 ta tug'iladi bundan, 1 2 qo'yib qo'ydik, shular necha foiz? 25%. Odatdagi masalalarda shunaqa chiqardi. Endi penetrantligini topib qo'yamiz. Bunda 30% edi, 0.3 degani ulushda 40% edi, bu 0.4 degani. 0.3 ga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, ikkala anomaliya bo'yicha tug'iladigan farzandlar 25% emas, shunda 3% chiqadi. Bo'ldi.